Davlatnikida tug'iymi yoki xususiy roddomda tug'iymi degan savol bilan murojaat qilishyapti qizlar. Qaysi roddomda tug'ish qulay deb o'ylaysiz? Siz bu haqidagi fikrlaringizni kommentariyada albatta yozib ketinglar. Biz uchun sizning fikringiz juda ham qiziq. Xususiy roddom sizga chiroyli komfort beradi, chiroyli muhit beradi va sizga o'ziga xos bir ishonch beradi. Sababi siz pulini to'lab qo'yganman, demak yaxshi qarashadi degan ishonchda bo'lasiz. Davlat roddomlarida esa ana shu chiroyli, siz xohlagandek premium sharoit bo'lmasligi mumkin va sizda ishonch bo'lmasligi mumkin. Qanaqa qarashadi, yaxshi qarasharmikin, nima bo'lar ekan deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bitta sirni aytaman sizga, xususiy roddomlarda ham xuddi o'sha davlat roddomlarida ishlayotgan vrachlarimiz ishlashadi. Ularning bilim darajasida bularnikida ko'proq, bularnikida kamroq degan tushuncha yo'q aslida. Sizdagi ishonchni beradigan narsa esa bu sizni o'zingizga bo'lgan birinchi o'rindagi ishonchingiz va o'zingizning bilimingiz hisoblanadi. Agar sizni o'zingizni tug'ruq bo'yicha bilimingiz yetarli bo'lsa, siz qaysi tug'ruqxonada tug'ishingizdan qat'iy nazar shifokorga to'g'ri savol bera olasiz. O'zingizni to'g'ri tuta olasiz, to'g'ri nafas olish texnikalarini ishlata olasiz, to'g'ri kuchani olasiz va kerak vaqtda talab qila olasiz.